Assalomu alaykum, efirda axborot dasturi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun tashrif bilan mamlakatimizga kelgan Braziliya Federativ Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Mauro Vieirani qabul qildi. Uchrashuv avvalda yuqori martabali mehmon davlatimiz rahbariga Braziliya prezidenti Luis Inácio Lula da Silvaning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. O'zbekiston Braziliya munosabatlarini yanada mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish masalalari muhokama qilindi. Oliy darajada tizimli muloqotni yo'lga qo'yish, siyosiy va parlamentlararo aloqalarni faollashtirish muhimligi qayd etildi. O'zaro savdo hajmini oshirish, ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirish, kimyo, elektrotexnika, farmatsevtika va sanoatning boshqa tarmoqlarida qo'shma loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. Qishloq xo'jaligi, seleksiya, turizm, sport va boshqa yo'nalishlardagi hamkorlik istiqbollari qayd etildi. Belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun hukumatlararo komissiya tuzish taklif etildi. Tomonlar xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Bo'lajak tadbirlar rejasini muhokama qildilar. Men bugun Toshkent shahrida rasmiy tashrif bilan bo'lib turganimdan juda mamnunman. Bu Braziliya tashqi ishlar vazirining O'zbekistonga amalga oshirgan ilk tashrifi va men bu yerga Braziliya prezidentining topshirig'i bilan mamlakatlarimiz o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarga yangi surat berish va ularni chuqurlashtirish masalalarida muloqot qilish uchun keldim. Tashrif doirasida o'zaro savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini muhokama qildik. Biz savdo hajmini oshirish, o'zaro investitsiyalarni ko'paytirish, shuningdek, Braziliyadan O'zbekistonga va O'zbekistondan Braziliyaga eksport-import aylanmasini kengaytirishdan manfaatdormiz. Muzokaralar davomida hamkorlikning bir qator istiqbolli yo'nalishlarini batafsil ko'rib chiqdik. Shuningdek, xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar va mamlakatlarimizning xalqaro tashkilotlar doirasidagi ko'p tomonlama hamkorligini muhokama qildik. Ushbu tashrif juda samarali bo'ldi va men bunday yuqori darajadagi muloqotlarimiz bardavom bo'lishiga ishonch bildiraman. Ta'kidlashni istardimki, Braziliya O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishga intiladi. Boisi bizni xalqaro jarayonlarga nisbatan o'xshash qarashlar va global kun tartibidagi dolzarb masalalarga yaqin yondashuvlar birlashtiradi. Ayniqsa, ko'plab xalqaro voqeliklar bo'yicha pozitsiyalarimiz mos kelayotganidan mamnunmiz. Shuningdek, mamlakatlarimiz iqtisodiy ustuvorliklar borasida ham ko'p jihatdan o'xshash. Braziliya ham, O'zbekiston ham iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va boshqa davlatlar bilan do'stona aloqalarni mustahkamlash ustida faol ish olib bormoqda. Aynan shu nuqtai nazardan biz O'zbekistonni muhim hamkor sifatida ko'ramiz va o'zaro ikki tomonlama, shuningdek, mintaqaviy formatda ham iqtisodiy hamkorlikni izchil rivojlantirishni maqsad qilganmiz.